Power Gym mahsulotlari qanaqa ishlab chiqarilishi va manzilingizga yetib borguncha qanaqa yo'llarni bosib o'tishini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, mahsulotlar oxirgi texnologiyalarda Xitoy davlatida ekspertlar tomonidan detalma-detal ishlab chiqariladi va O'zbekistonga jo'natiladi. Ikkinchidan, har bir yetib kelgan mahsulotni Power Gym maxsus xodimi tomonidan ko'zdan kechiriladi va sotuvga tayyorligi haqida ishonch hosil qilinadi. Uchinchidan, sotuv uchun Power Gym showroomiga olib chiqilib, mahsulot sotuv mutaxassislari tomonidan ko'zdan kechiriladi. Har bitta mahsulotni ishlatib ko'riladi va showroomga qo'yiladi. To'rtinchidan, har bir mijozga Power Gym Call Center tomonidan mahsulot haqida to'liq ma'lumot yetkaziladi. Beshinchidan, showroomga tashrif buyurgan mijozlarga mahsulot yaqindan tanishtirilib, sinovdan o'tkazish, ya'ni foydalanib ko'rish tavsiya etiladi. Oltinchidan, buyurtma olingan mahsulotni mashinalarga yuklanib, mijoz manziliga yetkaziladi. Yettinchidan, mijoz xonadoniga yetkazilgan har bir mahsulot haqida xaridorga ma'lumotlar va mahsulot haqida video darsliklar, qo'llanmalar beriladi. Kafolat uchun shartnoma ham taqdim qilinadi.